2022 yil 4-dekabr 20-savolga yetib keldik. Qarang, savolga qarangizlar. Logaritm cosinus 2x asosiga ko'ra sinus 2x kichik yoki teng ekan 1 tengsizlik nechini deydi ekan. Mana shunaqa tengsizlik kelganda ko'p o'quvchilarimiz xato qilib qo'yadi. Nimaga xato qiladi? Aniqlanish sohalariga e'tibor bermayotganligi mumkin. yoki yechilayotgan paytda qaysidir joyga xato qilib ketishi mumkin. Qaranglar, yaxshilab e'tibor beringlar. Buni bir marta o'rgatib o'taman faqatgina. Birinchi. Xo'p, aniqlanish sohalarini qarab olaman mana. Sinusdan birinchi 2x 0 dan katta bo'lishi kerak. Keyin kosinusdan 2x nima bo'lishi kerak ekan? Katta bo'lishi kerak. Xo'p, 0 dan. Keyin kosinusdan x da x'imiz hop nima bo'lishi kerak? Teng bo'lmasligi kerak 1 ga. Bo'ldi. Bu aniqlanish soha edi faqatgina. Endi e'tibor beraylik. Mana kosinus 2x, kosinusdan 2x degan biror ifodamiz, o'zi nima degan funksiyamiz? -1 dan katta yoki teng 1. Ya'ni -1 bilan bir orolda chegaralangan. O'zi nima bo'lardi? Logaritmik tengsizlikni yechayotgan paytda asosi 1 dan katta bo'lsa tengsizlik ishorasi o'zgarmas edi. Asosi 0 bir oraliqda bo'lsa, qarama-qarshisi o'zgarar edi. 0 bir oraliqda bo'lib qolyapti, to'g'rimi bu? -1 bilan 1 bo'lyapti, baribir 0 bir oraliqda kirib qoladi. Demak, shuning uchun tengsizlik ishorasi endi o'zgaradi. Demak, buni yechadigan bo'lsak, mana sinusdan 2 x'imiz katta yoki teng bo'lar ekan, kosinus 2x ni birinchi darajasi. Nima bo'lib qoladi? Kosinusdan 2x. Chap tomonga o'tkazamiz buni. Demak, sinusdan 2x minusdan kosinusdan 2x katta yoki teng 0 bo'lar ekan. Endi e'tibor beraylik, bo'lib yuboramiz kosinusdan 2x ga. Endi nima degan savol kelishi mumkin? Kosinus x'imiz musbatmi, manfiymi desak, mana bu yerda aniqlanish sohasi kosinus 2x'imiz musbat degan shart berilgan. Shuning uchun bo'laveramiz, tengsizlik ishorasi o'zgarmaydi. Demak, tanginusdan 2x minusdan 1 katta yoki teng 0 ekan. Tanginusdan 2x'imiz katta yoki teng 1 ligi kelib chiqadi. Endi shu joyda bitta birlik aynan chizib olamiz mana. Xo'p, yaxshilab e'tibor beraylik. Mana x o'qi, mana bu y o'qi bo'ldi mana. Endi chizib oladigan bo'lsak, mana bitta birligini chizib oldik. Endi e'tibor beraylik. Xo'p, mana bu tangenslar o'qini biz o'tkazib olaylik. Mana tangenslar o'qini o'tkazib oldik. Endi e'tibor beramiz mana. Pi taqsim mana 1 bo'lyapti. Mana bu taqsim mana 1 endi 1 desak. Endi mana shunaqa o'tib ketgan. To'g'rimi? Mana shunaqa o'tib ketgan. Endi e'tibor beramiz. Nima ekan? Tangens x'imiz 1 dan katta ekan. Endi 1 dan katta bo'ladigan bo'lsa, yechim qayerib qoladi? Yechimimiz mana bu yerda bo'lib qoladi. Keyingi yechimimiz mana bu yer bo'ladi. Endi e'tibor beraylik. Mana bu joyimiz o'zimiz bilamizki, mana bu 0 nuqta, bu yer pi taqsim 2. Endi e'tibor beraylik. Xo'p. Mana bu joyni biz yechim deyamiz, mana bu joyni. Yechim deyamiz. Mana bu joyimiz yechim bo'ladimi? Bu joyimiz yechim bo'lmay qoladi. Nima uchun desak, bu 3-chorakda bo'lyapti. 3-chorakda sinus ham kosinus ham manfiy. Shuning uchun bu joyimiz yechim bo'lmay qoladi. Endi 1 dan katta, pi taqsim 2 dan kichik bo'lgan joylar yechim bo'lib qoladi. Endi mana bunaqa yozamiz, qaranglar. Yozadigan bo'lsak, mana bunaqa ekan. Pi taqsim 4 plusdan 2 ta pi dan katta ekan 2 ta x'imiz katta yoki teng bundan katta bo'lar ekan pi taqsim 2 plusdan 2 ta pi k. Endi nima uchun 2 ta pi k qo'shyapmiz degan savol qiziqtirishi mumkin-da har bir o'quvchini. Qarang. O'zi oldin yechim bo'layotgan paytda nima bo'lardi? Tangensda pi k qo'shardiga, u mana bu yerga 1 bo'lgan vaqtda mana bu yerga bir marta 1 ga erishadi, keyin yana bitta aylanibki mana bu yerga erishish mumkin edi. To'g'rimi? Mana bu yerga erishish mumkin edi. Lekin 3-chorakda nima bo'lyapti? Sinus bilan kosinus 2xlarimiz aniqlanmaganda 3-chorakda. Shuning uchun har 2 pikada mana shu yerda yechim bo'lib qoladi. 1 bilan mana bu, ya'ni pi taqsim 4 bilan pi taqsim 2 oralig'ida har aylangan vaqtda 2 pikada yechim bo'lib qoladi mana shu oraliq. Shuning uchun ikki tomonga ham 2 ta pika qo'shiladi. Tushunarli bo'ldi? Endi 2 ga bo'laveramiz ikkita tomonni ham. Demak, pi taqsim 8 plusdan pikadan xo'p, katta yoki teng ekan x dan katta ekan pi taqsim 4 plusdan pika. Bo'ldi. Mana shuni yechib qo'yaylik. Bitta kesma sifatida yozib qo'ysak, demak x'imiz tegishli bo'lgan ekan. Xo'p, yozib qo'yadigan bo'lsak, pi taqsim 8 plusdan pikadan nima bo'lar ekan? Pi taqsim 4
plyusdan pi kgacha ekan. Kamiz nima ekan? Tegishli ekan z, ya'ni butun sonlar to'plami. Mana shunaqa javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. Endi mana shunaqa javobni qidiramiz. Xo'p, demak S javobga mos kelar ekan bu savolning javobi. Demak, shu bilan 20-savolimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mana shunaqa ajoyib savollarni kuzatishda davom eting.